Ayol va erkaklarimiz, siz ham shu xatolarni qilsangiz, albatta sizda ham shu toshmalar chiqishi aniq. Bu ekrandagi toshmalar kontagiozniy mollyusk deb ataladi. Kontagiozniy mollyusk asosan mollyusk virusga kiradigan viruslar qo'zg'atadi. Bu ko'proq maktab yoshigacha bo'lgan bolalarda kuzatiladi. Bu jarayon tez tarqaladi, tez ko'payadi va yuqadi. Shu bilan xavfli hisoblanadi. Asosan kelib chiqadigan sabablari ko'proq tez gripp bo'lib shamollaydigan, immuniteti past, ko'proq gigiyena qoidalariga e'tibor bermagan bolalarimizda, chaqaloqlarimizda ham ko'p kuzatiladi. Hozirgi kunda bu mollyusk ko'proq yosh bolalarda kuzatilishidan tashqari, yoshi katta erkak ayollarda ham ko'p kuzatilyapti. Sabablari turlicha. Ko'proq palapartis jinsiy hayot oqibatida, gigiyena qoidalariga e'tibor bermasligi oqibatida har xil stresslar va qondagi virus miqdori ko'payib ketishi hisobiga juda ham tez ko'payyapti, tez tarqalyapti, yuqish holatlari juda ham tez bo'lyapti. Asosiy xavfli tomoni tez yuqadi, tez tarqaladi. Agar sizda va yaqinlaringizda shunday toshmalar kuzatilsa yoki bezovta qilsa, bizni Fayz Nova klinikamizga murojaat qilishingiz mumkin va bir martada muolaja qilgan holatda shifo topasiz.